Sizni 8-mart bilan birinchi bo'lib kim tabrikladi? Xo'jayinim. Ha, Farhod akami? Nima sovg'a berdilar? Hammasini qiziq-a sizga. Qiziq-da, to'g'rimi? Sizga ham qiziq-ku, to'g'rimi? Ay. Mana Farhod aka gul bersalar yoqadimi, pul bersalar yoqadimi? No, gul bu vнимание. Pulchi? Gul тоже kerak. Shuncha gul. Hidi qarang qanaqa. Endi shuncha gulli hidi yaxshi, lekin baribir rayhonning hidiga yetmaydi-da. Nima uchun? Chunki menga rayhon yoqadi. Kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shaydosi. Men uchun rayhon a'lo. Rayhonning yo'q bahosi. Ana. Voy, rahmat. Amma o'yladim. Siz o'yladingiz? Uyingizda bugun mashhurda. Mashhurda? Ya'ni Mashhurdagi rayhon solmaysizmi? ha.